Taylan. Bu şöyle ballar buna ko'rtirsa, polni gazoblok ishlab chiqaryapti. Bu mana shu erkalatmay bitta urib ko'rish kerak. Ana bizda aslında 5 xil razmerda bloklar ishlab chiqariladi. Narxi 10 so'm. Keyin yana 12, 30, 60imiz bor. Narxi 12 so'm. Puziruklarning o'ziga ham yengil bo'ladi, ham issiq sovuqda yaxshi ishlaydi. Qilishimizdan avval stanok kesdi. Mana o'lchamni ko'rtirsa, shunday bo'lib ketdi. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Men hozir kolxozovatimizda Ittifoq degan joyda mana shu yerga keldim. Mana shu yerda bolalar mana ko'rtirsa, polni gazoblok ishlab chiqaryapti. Bu mana shu o'zimizning kolxozovatda eng katta, eng ko'p ishlab chiqarilgan gazobloklardan. Mana gazobloklar polni ishlab chiqarilyapti. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangizlar sizlarga narxi, hajmi, hamma narsasini dastlabkasi polni tushuntiramiz. Ma'qul bo'lgan insonlar, jigarlar mana shu ekranlaringizda raqamga murojaat qilsa, bular egalari. Hozir bunday egasi men o'zimiz qisqagina bir suhbatlanamiz. Keling, o'zingiz ham tutsangiz deyman. Necha xil o'lchamda bor ayna bir savol ochsangiz. Assalomu alaykum Guliston TV podpischiklari. Mana bizda aslında 5 xil razmerda bloklar ishlab chiqariladi. 10lik. Ular bir chekkasidan boshlasangiz. Bu 10, 30, 60, narxi 10 so'm. Keyin yana 12, 30, 60imiz bor. Narxi 12 so'm. 15, 30, 60 bor, narxi 15 so'm. Ana 20, 30, 60imiz bor. Narxi 19 so'm 70 dirham. 25, 30, 60 narxi 24,5 so'm. Hozir bu yer asosan qaysi biriga talab ko'p bo'lyapti? Talep şu standart razmer 20'lıqdan 20, 30, 60. Mana hozirda aytib o'tgan narxlaringiz bular sho'nab ketishmi? Bir yerden artı berish narximiz ana dastavka dogovorniy bo'ladi. Rossiyaga qarab. Barmi sizlarda bilan klient hozir ko'proq Rossiyada bo'ladi, ishda bo'ladi. Sizga telefon qilsa-yu uyimiz shu yerda desa, mashina topib berasizmi? Mashinamiz bor, o'zimiz uygacha xalasa olib dastavka qilib tushirib beramiz. Ha, bundan tashqari yana biz videoni ko'p cho'zmaymiz. Kiloylaringiz ham bor ekan, ha? Qana, mana bunday o'zlarida kilo ham bor ekan. Agar bu 25 kilolik, ha? Bular necha so'mdan? Bizning gazoblok olgan klientlar uchun narxini 26 so'm qilib qo'ydik. Usulni kiloy tez qatib qolmaydi. Kiloyimizga shuncha garantiya beramiz-da. Aha, bunida asta ish bola yo'q. Qurba chekasini jabishtirib qo'ydim. Ha, shu gazoblokka просто kiloyni jabishtirib qo'yganmiz. O'zimiz 2-3 kishi shuni ustiga chiqib berdik, bemalol ko'taradi-da. Buni ustiga. Hozir men chiqsam bo'ladimi ustiga? Bo'ladi. Bundan tashqari. Bo'ladi. Qara, qurib faqat narx chekasini jabishtirgan, ha? Bu sinib ketmasa bu bo'ldi. Ha, bu значит buna kiloyning kuchi, ha? Bu menga shu narsa standart o'lchamlari har tomonlama silliq chiqadi. Значит, buni ham promoy terkitaversa bo'ladi, ha? Tashqi fasadiga masalan ana traverting bo'ladimi, fasadli plitkalar bo'ladimi, promoy plitchniklarni terkitaversa bo'ladi. Masalan, hozir traverting moda bo'lyapti ko'pincha. Masalan, shunday shoflarni просто jamab berib, ustidan promoy traverting ham bo'ladi. Bu chunki bu yama bunday silliq tekst chiqadi-da. Mana ko'rtuslar, qarangizlar-da mana. Nerga terilgan ham. Beri buni ko'pchiliklar sizlar tanib qolgan o'zi bu kolxozda nari ketgan. Xullas manzillarini yana kelaman desa WhatsApp numeri bor ham. Местоположение taylaysizlar, ha. Hozir bularda yana bitta manzili bor ekan. Bu ikkinchi manzil. Bu bir payda bo'lmaydi Gulistonda. O'zimizda Gulistonda bor. Agar shu tarafdagi insonlarga bo'lsa, dastavkasi yanada yengil bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Shu Gulistonda klientlarga dastavka yengil bo'lsin degan maqsadda o yoqdan ham bitta ochganmiz. Shu yoqqa murojaat qilib nima qilsa bo'ladi. Hozir biz borib shu yoqdan bir sizlarga bir qisqacha ko'rsatib beraylik. Mana bu Guliston bozori, ya ko'pchilik bilasizlar, ana shu yerga kelganda yana ko'pchilik bilgan mana shu garajda shuni chapqa burilamiz-da. Mana shu yerdan shunday kirib kelsangizlar, mana shundan chapqa burilamiz-da, aytganimizdek. Assalomu alaykum. Ha? Ha, jaqim bo'lsa shu 3-4 marta borib taylab kelsa ham xiyli bo'lib qoladi. Mana buni bugun kun uzarma deyman. Pul bo'lib turibdi shunda. Ana endi ichkariga kirib, ichkarilardan bir olib kerakda, ayna. Qatorlashtirib, quyib, kesib, tayyorlab qo'yibdi. Mana uje bular ham tayyor. Gulistonda kelib xuddi biz kabi mana shunday ko'rib, interesovat qilib, ushlab ko'rasizmi, taylab ko'rasizmi? Haligancha eksperiment qilib, ana undan keyin shunda ma'qul bo'lsa xarid qilasizlar, savdolashasizlar. Mana bularni hozir biz video qilishimizdan avval stanok kesdi. Mana o'lchamni ko'rtirsalar. Shunday bo'lib gazoblok chiqardi. Hali ham issig'i bor. Buni qaynatib qo'yami deyman bola. Issiq suvda qo'yiladi, 80 gradus suvda qo'yiladi. Ha, buni retsepi haqida ham bir narsa deya olasizmi? Retsep o'rganmoqchi bo'lgan odamlar bemalol kelib ko'rib, tomosha qilib ketsa bo'ladi. Klientlar ham bizda bir ochiqcha emas. Masalan,
haligi stavkaga 4-5 tani qo'yib nima qilamiz. Kelgan klient mana shu yoqdan kiradida qanday quyiladi, qancha simin qo'shilyapti, hammasini bemalol ko'rib, 2-3 soatlab bir xil klientlar o'tirib, tomosha qilib, keyin zakaz qilib ketadi. Xohlasangizlar shundan ko'tarilgan uylar bo'lsa, ularni ham ko'rish ham. Borib xohlasa ko'rsatamiz. Mana shu yerda ham uylar solingan. Shu ko'ramiz, shu. Endi videoda aytaman, chunki o'tgan yil ham sizlarni internetda ko'rganman, o'zlarining YouTube kanallari ham bor. Esli shuda, mana shu videoni kommentariyasiga joylab qo'yamiz. Faqat shu gazoblok ketaveradi o'zlaringiz ishlaringiz o kanalda. Ustachilik haqida, qurilish bo'yicha nima? 5-6 ton sement ketadi. 5-6 tonna sement ketadi. Mana markasidan 500. Polni shunda jugurtib bir olingda. Ular hammasi, значит, polni vaksindan foydalansizlar, ha? 500likdan. Ana endi bu yerda tashqarida bular qurlardi endi. Ular ham shu 1-2 kun bo'ldi chiqqan. To'liq quridimi, hali ham bormi? Yo'q, bu Ostomoniya beton общий 28 kunda to'liq quriydi, 4 haftada. Endi bularni jo'nataversak bo'ladi, 2-3 kun bo'lgan chiqadi. Dastavkaga jaraydi. Endi bir internetlarda ko'rganman-da, buni quri deganim esimga tushib ketdi. Bir xil ko'tarib taylaydi, bolg'alab uradimi yo? Qanday bo'ladi shuni qilsak deyman. Eng yaxshi ispitaniya klientning o'zi kelib ko'rib, tekshirib olgani nima? Lekin xohlasangiz, yo'q, men taylasangiz deyman-da. Bir xil ko'tarib taylab, buni ustiga chiqib taylasizmi? Mana shularning bittasini tanlang deyman. Mayli. Qaysi birini taylaysiz? Sizlar. To'g'ri, mana chekasi bilan bittasini tanlang. Aynan nima bo'lsa bo'ldi endi. Tutilib ketmasa bo'ldi. Taylan. To'g'ri, bir ko'rsatayda tomoshabinlarga. Bunda yerda ham jalol bir abjer. Vaqti katta joy. Asta asfalt ekan lekin. Asfalt. Taylan. Bu to'liq qurmaganligi uchun resim ketdi-da. Endi samiglam ayrilib ketmaydi, yaxshi. Endi betonni taylasangiz ham uncha balandlikdan sinib ketadi. Mana shu puzuriklarning evaziga shuni yengil bo'lsa kerak-da. Shu puzuriklarning evaziga ham yengil bo'ladi, ham issiq sovuqda yaxshi ushlaydi. Issiq sovuq shunday qoladi, ha. Endi buni mana uramiz-da. Erkalatmay bitta urib ko'rish kerak. Mana samiglam ma'qul tomon bo'linib ketmaydi, yaxshi. Bundan gazob. Aynan ishlaringizga omad tilayman. Jigarlar, mana shu videorolikni biz o'zi nima uchun olyapmiz? Mana shu gazoblok olaman degan insonlarga yetib borishi uchun, buning uchun sizlar shu videoga eng birinchi shu gruppalaringizni, mahallalaringizga tarqatib qo'yinglar. Shu yerdagi insonlar voh deydi-da, shuni asa. Hozir odamlar liboy odam hisob-kitob qiladi-ku. Dualda, layg'ishda, uni, buni hammasini hisobga olganda, masalan, birma-birlab aytadigan bo'lsak, bu ekonom bo'yicha nechinchi o'rinda turadi? Taxminda. Endi ekonom bo'yicha dualdan keyingi o'rinda turadi desak bo'ladi-da. Agar g'ishman, pishgan g'ishman, lay g'ishman, sen blokman solishtirsak, eng arzoni bizga lay dual tushadigan bo'lsa, undan keyin biz buni realniy bugungi kundagi narxlar bilan hisob-kitob ko'rganmiz. Ana lay g'ishga qaraganda, pishiq g'ishga qaraganda ancha narxi arzon, выгодно tushadi-da. Endi bir xil aytadi, endi hajmi bo'yicha aytadi. Bu arzonchiligi endi menimcha endi tomoshabinlarga aniqroq aytadigan bo'lsak, hajmidan tashqari masalan ekonomaligi ketadi. Shularni ham hisobga olgandami? Shtukaturkalarni hisobga olganda bu arzon tushadi-da. Umuman uyning ko'tarilib bitishini hisobga olsak, bu yerda aynan liboy narsada birinchi bo'lib nimasi gapirsin, sifati gapirsin deydi. Sifatini sizlarga taylab ko'rsatdik, boltalab urib ham ko'rsatdik. O'zi tashqaridan qaraganda ham klientlar kelib ko'rib o'zi aniq qiladi-ya. E'tiborlaringiz uchun kattadan-katta rahmat deymiz. Shu videoni tarqatib qo'yishni sizlardan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.